Assalomu alaykum, mana chorva ishqibozlari. Bugungi qo'ylarga yem tayyorlash jarayonidamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisi 10 xil yemimiz mana tuz qo'shilib turibdi. Mana bu mayin turgan bu kulrang rangdagi nima? Bu oltin gugurt, sera, mana makka, bug'doy, kunjara, arpani yanchilgani ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Mana bu tarafda mana chulug'imiz bor, chulxa. Keyin tagrog'ida kepak, shupurgi o'roq. Mana shupurgi o'rog'imizni ham ko'rishingiz mumkin. Vitaminlar bor. Xudo xolisi buni yana albinni tabletkalik mahsulotidan chaqib ustiga qo'shib yuboramiz. Keyin xamir soda bor bilsanglar, oshqozonni hazm qilishiga, ishtahasini ochishga yaxshi bo'ladigan mahsulot. Undan ham qo'shamiz. Qo'shish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Mana yana jevrini tashishimiz 5 kilogram jevri qo'shib yubordik. Qo'ylarga 5 kg tuz tashagan edik, ustida yana 5 kilogram. Mana aziz yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin, 5 kg uzum shirot. İçida mayizlar bor, tayyor qo'yildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana xamir soda. Shu oshqozonini hazm qilishiga yaxshilab beradigan. Mana trikalsiy vitamin suyaklarini mahkam bo'lishiga ancha yordam beradigan. Mana buni o'zini korobkasini ham ko'rsatishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana trikalsiy hamma shu hayvonlarga, parrandalarga beraverishingiz mumkin. 1 kilogram holatda. Endi mana shu videoni uzum shirotni mayinini ham qo'shamiz hozir 5 kilogram va keyin aralash jarayonini ham ko'rsatamiz. Mana o'sha uzum shirotimizni yirik holati. Mana mayindan ham tashlaymiz. Mana to'kdik. Mana yana ko'rishingiz mumkin. Uzum shirotni mayin urug'i mana. O'sha siqib suvini olib, mevasini, sharbatini olgandan keyin qolgan chiqqan urug'lari mana ko'rishingiz mumkin. Oldiring. Mana yemimiz tarkibini ustiga. Xudo xolisi tarkib bomba bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, ko'rishingiz mumkin. Va yana sizlarga ko'rsatadigan narsam mana Albindan shuni 10 dona tabletkasini chaqib, maydalab, ezib, ustiga tashlab yuboramiz. Zo'r bo'ladi, xudo xolisi. Mana albinni ham olib, 10 tasini oldikda hozir chaqib, yem tarkibiga qo'shib yuboramiz. Mana maydalab tashladik. Ko'rishingiz mumkin. To'king. Har yoqqa to'kib olsangiz zo'r bo'ldi mana. Bitta tarkibimizga bug'doyi unini qo'shyapmiz mana. Qo'shish jarayoni. Hamma yoqqa o'g'dirib, aylantirib tashlang. Bug'doy hech nimasi ajralmagan holatda ezib, maydalab un qilib tashalgan holati bu. 4 kilogram tashlandi va barcha hozirgi tarkiblarni qog'ozga yozilgan holatini ham ko'rsatamiz. Inshaalloh ko'rishingiz mumkin, xudo xolisi. Va aralash jarayonini ham ko'rsatamiz. Mana asil chorva kanalimiz kuzatuvchilari, yemimiz ham tarkibi tayyor bo'ldi. Aralashtirib hammasini tashladik, qo'shdik. Mana bir-biriga qo'rishtirish jarayoni. Mana tarkibni ham ko'rsatishimiz mumkin, yozib chiroyli qildik. Mana arpa, chulxa,
Shipirgi urug' 10 kg, bug'doy 10 kg, kepak 10 kg, kunjara 10 kg, makka jo'xori 15 kg, tuz 5 kg, yodlangan tuz. Javari 5 kg, alben donaligidan 10 dona maydalab qo'shib yubordik. Oshqozonni hazm qilish uchun soda qo'shdik 300 g. Xamir soda. Trikalsiy qo'shib yubordik 1 dona. Uzum shirot 10 kg qo'shdik. Bug'doy unidan 4 kg qo'shdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Tortib tashlang bu tarafga. Hammasini ko'rsatamiz o'shanda. Mana ichidagi bug'doyni ham ko'rishingiz mumkin. Makkalar bor. Mana chulxada. Shipirgi urug' arpa. Tarkib bomba bo'ldi. Xudo xolasa hammaliga shunaqa holatda zakaz qilsaylik, tayyorlab berishimiz mumkin. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Fikr va izohlaringizni kommentariyalarda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat.